بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullohi ta'ala wa barakatuh. Qadrdonlar, hurmatli aka-uka, opa-singillar, darsimizga muqaddima o'laroq bugun ham shu muqaddima to'g'risida tavhid, aqida darslariga kirish borasida suhbatimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qism suhbat bu. Birinchi qism suhbatimizda aqida darslarining ahamiyati va ularning shakllanishligiga turtki bo'lgan omillarga biroz e'tibor qaratgan edik. O'sha omillarning yana boshqa sabablari va ahli sunna val jamoaning shakllanishligiga ehtiyoj tug'ilgani, atrofda ahli sunna val jamoaning aqidasiga hujumlar, botiniy, fikriy, aqidaviy ma'noda xurujlar yuzaga chiqqanligi oqibatida ahli sunnaning matnlari yozilishligi ehtiyoji tug'ilganini aytgan edik. Tarix Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrlariga kelganda islom ummatining yo yer yuzida sobit bir aqida bilan davom etishligini yoki atrofdan bo'layotgan hujumlarga dosh bera olmasdan yo'qolib ketishligini ehtimolini yuzaga chiqardi. Bu ehtimolda yagona qutuladigan, musulmon ummati yagona saqlanib qoladigan kema, manhaj, ya'ni himoya vositasi bu ahli sunna val jamoa ga qo'shilish, ular bilan birga qiyin kunlarda ham, og'ir vaziyatlarda ham yonma-yon turishlikni taqozo qilgan edi. Chunki aytdik, islom ummatining ichida eng katta e'tiborda bo'lgan Alidek zotni bir jamoa chiqib bu kofir deb e'lon qildi. Tasavvur qilib ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan odamlarning ichida yoshlar, go'daklar ichida birinchi odam Ali radhiyallohu anhu. Tiriklik chog'idayoq Ali jannatda degan bashoratni eshitgan odam. U xoh johiliyat davri bo'lsin, xoh islomga kirgan bo'lsin, farqi yo'q. Biror marta yuzi butni oldiga borganda sajdaga egilmagan odam. Islom kelmasdan oldin ham bu kishini sajdaga egilganligi to'g'risida rivoyat yo'q. Shuning uchun karramallohu vajhahu deyiladi. Alloh u kishining yuzlarini o'zi hurmatli qilsin degan ma'noda. Tug'ilishlari Ka'ba muazzamada bo'lgan. Ka'ba po'shga o'ralgan birinchi tug'ilgan zahot. Ali radhiyallohu anhuning iymoni tortishiladigan iymon emas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramadan hijrat qilib Madinaga, ya'ni bugungi til lug'at bilan aytganda dushmandan qochib hijrat qilib, jonlarini, dillarini himoyasi uchun Madinaga hijrat qilib ketar ekanlar. Kechqurungi yotoq o'rinlariga Alini san yot shu joyda deganlar. 12 qabiladan jinoyatchilar qo'llariga qilich olib, shu bugun kirib boramiz, Muhammadni har bittamiz bittadan qilich urib o'ldiramiz deb reja qilishgan. Shunda hamma qabilalarga qon, Muhammadning qoni bo'linib ketadi, bizdan qasos ola olmay qoladi. Bu Bani Hoshimni kuchi yetmaydi. Hamma qabila birdan o'ldirgan bo'ladi degan maslahat bilan kechqurunga reja qilishgan. Bu reja Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambarimizga bildirilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha zahoti rejani qilib chiqib ketishga harakat qilganlar va o'rnilariga Alini radhiyallohu anhu san yot shu joyda deganlar. San bilan Madinada ko'rishamiz deganlar. Alining iymoni
ustilariga payg'ambar alayhissalatu vassalomni qotillari kelishligini bilib turib, ular kelib o'ldirib qo'yishi mumkin Alini. Lekin Ali Madinada sen bilan ko'rishamiz degan Rasulullohning gaplariga iymoni sodiqligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning joylariga kirib yotdi. Dushmanlar kelganda qarasa yo'q, Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ochib ko'rishsa Ali bir ikkitasi o'ldirmoqchi bo'ldi. Shunda atrofdagilar aytdiki, "Temalaring yosh bola bu" deydi. Yosh bola nima qilsan o'ldir, bizga Muhammad kerak deydi. Mana shu zot eng og'ir kunda jonini shundoq fido qilgan payg'ambar alayhissalatu vassalomga. Shu kishini iymon, islom nomi bilan, Qur'on oyatlarini dalil keltirishlik bahonasi bilan kofir deb e'lon qilgan jamoa yuzaga chiqdi. Mana biz nima uchun ahli sunna val jamoaning aqidalarini mustahkam o'rganishlikka majburmiz? Shuncha paytdan birin ihmol qilib orqaga tashab kelishligimizning xatari naqadar yuksak ekanligini bilish uchun bu gaplarni takror aytyapmiz. O'rganishimiz kerak. Aqidamizni to'g'ri shakllantirib olishimiz kerak. Dalillarni to'g'ri qabul qila oladigan saviyaga ega bo'lishimiz kerak. Ummatning najoti bir kunda bo'lmaydi. Ummatning bir necha asrlardan beri inqirozga tushib kelayotgan fikrlari yana shu bir qancha muddatlar oralig'ida o'z saviyasiga qaytadi. Islom ummati dinini yaxshi o'rgansa, dinini sof ma'noda, samimiy ma'noda o'zlashtirsa, keyin Alloh subhanahu va taolo haqqun alayna nunjil mu'minin oyatining mazharini hayotda ko'radi. Bizni zimmamizda mu'minlarga najot berish vojib deyapti Alloh taolo. Haqqun alayna degani Alloh taolo o'zi bizga vojibdir mu'minlarga najot berish. G'alaba mu'minlarniki. Val aqibatu lil muttaqin. Taqvo egalari oqibatda baribir yutadi. Bu yutuqning sababi mu'minlar o'z aqida e'tiqodlarini sof vaziyatda ushlash kerak. Xavorij bo'lib qolmaslik kerak. Alidek zotni kofir degan badbaxtlarning safiga kirib qolmaslik kerak. Bu ularning safiga kirib qolmaslikning yagona yo'li haqiqiy maslakni ahli sunna val jamoaning aqidasini o'zlashtirish bilan bo'ladi. Bo'lmasa bugungi kunda islom ummatiga qurol ko'tarayotgan, o'zlarining qurolli jinoyatlarini jihod deb nomlayotgan, o'zlarining borib olgan jinoiy to'dalarini yurtini hijrat yurti deyotgan, musulmon o'lkalarini kofirlar yurti deyotganlar, musulmonlarni tog'utning malayi, saroy mullasi, kofir, murtad deyotganlar o'zidan o'zi shunaqa deyapti deb o'ylaysizmi? Bular dalil keltirayotgan oyatlar, Qur'on nomi bilan, islom nomi bilan keltirayotgan dalillari o'zidan o'zi keltirilyapti deb o'ylayapsizmi? Bu joyda yagona muammo ahli sunna val jamoaning manhaj maslagi zohir turmaganligi uchun ular o'zlari xohlagan gapni gapirishyapti. Jig'ildonlariga nima to'g'ri kelsa, o'zlari nimani xohlashayotgan bo'lsa, Qur'ondan, hadisdan shunga moyil qilib gaplarni to'qishyapti. Bularning ota bobolari Alidek zotni kofir deyishlikdan tap tortmagan. Bular shu bugungi kundagi Abdulloh Zufarga o'xshagan, shuni atrofidagi saviyasiz, manqurt odamlar bugungi kundagi musulmonlarni kofir, murtad, xoin deyishlikdan qo'rqmaydi. Nimaga? Tarixda bularning ya'ni kserokopiyalari bular. Tarixda o'tgan bunday odamlar. Shuning uchun birodarlar, shunaqa narsalarga biz ilmiy ma'noda javoblarimizni berishimiz kerak. Demak, Alidek zotni kofir deydigan odamlar chiqdi. Demak, takfir masalasi islom ummatining ichida hal qilish kerak bo'lgan mavzu sifatida maydonga chiqdi. Takfirni qanday hal qilamiz? Bir kishini namoz o'qimasa kofir deymizmi? Nima uchun kofir deymiz uni? Hadis sharifda kelgan namoz o'qimagan kofir degan matnni qanday sharh qilamiz? Ahli sunnaning manhajida tura bilishlik uchun bunga qanday ma'no aytamiz? Bu dalilni qanday istishhod qilamiz? Ya'ni dalil qilib, hujjat qilib keltiramiz. Bularni hammasini o'zini usullariga zarurat tug'ildi. Mana bu zarurat aqida matnlarining yozilishligiga sabab bo'ldi. Shialar
Ali radhiyallohu anhuning va ahli bayt, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ahli baytlarini himoyachimiz biz, tarafkashimiz biz mazlum tarafidamiz. Oz sonlik bo'lsak-da haq yo'lda faqat bizmiz degan bir jamoa chiqib, bu jamoa boshqa sahobalarni zolimlikda, murtadlikda, tog'utlikda ayblashni boshladi. Ikkita eng katta jamoat, islom ummatiga zarar berishlikda bir-biri bilan musobaqalashgan jamoat, Shialar bilan Xavorijlar. Shia bilan Xavorij bir-biriga o't bilan suvdek to'g'ri kelmaydi, lekin bu ikkalasi ahli sunnaga qarshi turishlikda bitta jabhada, bitta safda o'rin oladi, ya'ni aqida ma'nosida. Bir-birini o'ldiradi, lekin ahli sunnani ikkalasi ham yo'ldan adashgan deydi. Shialar minglab sahobalarni murtad deb e'lon qildi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan keyin dindan chiqib ketdi bular. Xiyonat qildi. İmonning shartlaridan biri la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh Ali valiyulloh edi. 3-shart edi bu. Mana bu shartga sahobalar xiyonat qildi. Abu Bakr xiyonat qildi, Umar xiyonat qildi, Usmon xiyonat qildi degan da'vo bilan ular ham matnlarni hadislardan keltirishdi, oyatlardan keltirishdi. G'odir Hum degan hodisa bor islom tarixida. G'odir Hum. Bu qanday hodisa? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilganlaridan keyin Hajjatul Vadoda, oxirgi hajlari, xutbatul Vado xutbasini o'qidilar. Vado xutbasida oyat nozil bo'ldi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bugungi kunda al-yawma akmaltu lakum dinakum, sizlarga diniylarni mukammal qilib, to'la to'kis qilib berdim. Va atmamtu alaykum ni'mati, ni'matimni sizlarga tamomila oxirigacha yetkazdim dedi Alloh taolo. Va raditu lakumul islam dina, sizlar uchun rozi bo'lgan dinim islomdir dedi. Bu oyat nozil bo'lganda endi undan keyin eng oxirgi oyat, eng oxirgi sura, eng oxirgi kalima kabi ixtiloflar bor ulumi Qur'onda, lekin bu oyat hukm o'laroq Qur'oni Karimning oxirgi oyatlaridan deydi ulamolar. Xutbatul Vido tugadi, haj tugagandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ansorlar bilan Madinaga qaytdilar. Madinaga qaytib ketib turgan paytlarida yo'lda Hazrati Ali radhiyallohu anhu haqlarida ba'zi sahobalar o'rtasida ixtilofli gaplar chiqdi. Mavzuning tafsilotlariga o'rni kelganda to'xtalamiz. Mavzuga urg'u beradigan joyimiz boshqa. Shialarning mana bu voqeadan o'zlariga ma'no chiqarishlari uchun dalilni keltiryapman men. Shunda Hazrati Aliga nisbatan biroz ta'nalar, inkorlar, biroz u kishiga nisbatan bo'lgan hodisalarda tanqid, salbiy fikrlar odamlar orasida gap so'z aylanib qoldi. Shunda G'odir Hum degan joyga kelganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalarni to'xtatdilar va xutba qildilar. Hajjatul Vado, ya'ni Makkadagi xutbatul Vadodan keyin qaytishda G'odir Humda yana bitta xutba qildilar. O'sha xutba qilganda Alining qo'lidan ushladilarda, Ali mandan, man Alidanman dedilar. Kim Alini xafa qilsa meni xafa qilgan bo'ladi. Kim meni xafa qilsa Allohni xafa qilgan bo'ladi. Men umumiy hadislarning ma'nosini aytayapman. Ali mening valiyim dedilar. Ya'ni men bunga valiman, bu mening valiyim dedilar. Ya'ni bu haqida, bunga haqida salbiy gap gapirayotganlar so'zlariga diqqat qilsin dedilar. Shu ma'noni aytdilar va xutbadan tushib ketdilar. Bu hodisani Shialar mana shu joyda al-yawma akmaltu lakum dinakum oyati nozil bo'lgandan keyin xilofat masalasi ochiq qolib ketganligi uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam xilofat masalasida Alini e'lon qilishliklari yodlaridan ko'tarilganlari uchun G'odir Humda
Alini alohida xalifa qilib e'lon qildilar deyshadi. Dalillarni Shialar nafsoniyatlaridan keltirmayapti. Voqea hodisadan keltiryapti. Lekin dalilning istishhodi nafsoniyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun xolos. Alining valiylik masalasi u joyda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan xilofat masalasi ma'nosida emas. Ahli sunna buni sharhini, ta'rifini keltirgan. Minhojus sunnada buni ipidan ignasigacha chiqarib berganlar. Buni ta'riflab borganda yana shu o'rni kelganda gaplashamiz. Men buni nima uchun keltiryapman? Ahli sunna val jamoaning aqidalariga qarshi chiqqan odamlar har zamon, har makon, har davrda dalil, oyat keltiradimi, hadis keltiradimi, o'zining nafsiga to'g'ri kelgan ma'noni quvvatlash uchun dalil keltirishgan. Dalilga ergashish uchun dalil keltirishmagan. Shuni yodlab olinglar. Bu har doim bizga kerak bo'ladi. Dalilni keltiradi, bir odamni ayblaydi. Masalan, Hazrati Abu Bakrni ayblaydi. Xilofatni tortib oldi. Nima uchun? Chunki G'odiruhumda Alini xilofat deb e'lon qilgan payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalom Alini aytmaganlar, faqat bu mening valiyimdir deb Usama ibn Zaydni ham aytganlar. Bu mening valiyim deb boshqa sahobani ham aytganlar. Unda ular ham xalifa bo'lib qolish kerak. U dalillardan ko'z yumishadi Shialar. Bu gap Aliga tegishligidir. Vali ma'nosi xilofat ma'nosi. Shuning uchun vali iymonning 3-sharti, boshqa degan gaplarni qo'llab-quvvatlashgan. Hazrati Abu Bakrni qoralash uchun, u kishini diktator deyish uchun, xilofatni tortib olgan xoin deyishliklari uchun bu gapdan foydalanishadi. Men buni nima uchun keltiryapman? Bugungi zamonamizdagi xavorijlardan ba'zi misollarni keltiraman hozir. Ular o'sha qadimda o'tgan Shialar, qadimda o'tgan xavorijlardan umuman farq qilmasliklarini tajriba o'laroq praktikada ko'rib chiqamiz. Qanaqa o'yinlar qilishayotgani, tarixda qanaqa o'yinlar qilishgani va bugun o'sha o'yinlarni yana qanday qilib o'ynashayotganligini ko'rishimiz va ahli sunna val jamoaning aqidasini o'rganish shuning uchun ham o'ta zarur, muhim ekanligini bildirish uchun bu suhbatlarni davomini, ya'ni o'rganishimiz kerak. Xavorijlar avvalo Hazrati Alining yo'llarida turgan odamlar edi. Muaviya radhiyallohu anhu Hazrati Aliga xilofat ma'nosida qo'l bergani yo'q, bay'at qilmadi. Shomda u kishi, Kufada bu kishi bo'lib qoldi. Ikki tomon, ikkita islom ummati ikkiga bo'linib qoldi. O'rtada jang ehtimoli bo'ldi, biroz qurolli janglar bo'ldi, Siffin jangi bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. Lekin qarashsa, urush bo'lgan sari faqat ummat zarar ko'radi. Shu joyda avvalgi suhbatimda ham ishora qilib ketdim. Hazrati Umar radhiyallohu anhu siyosatni mustahkam ushlagani uchun, ahli bid'atlarning erkin fikrliman degan gapini boshiga urganligi uchun islom ummatining fathlarini kengaytirishlik imkoniyatiga ega bo'ldi. Ichki nizolarni hal qilganligi uchun tashqariga dinni yetkazishlikka imkoniyat kengayib ketdi. Hazrati Umarning fathlari zarbul masal, dunyoni yarmini egallab qo'ygan Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Ali radhiyallohu anhu ga kelganda ichki nizolar, o'sha davrning Abdulloh Zufarlari, o'sha davrning Mahmud Abdul Mo'minlari Hazrati Aliga imkon berishmadi. Ichki nizo shu darajada urchidi, shu darajada bir-birlariga ya'ni shaxsiy adovatlariga dinni niqob qilib bosh ko'targan odamlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni islom fathlari uchun kengayishlik imkoniyatlariga to'sqinlik qilishdi. Muaviya radhiyallohu anhu bilan kelishuv masalasi Amr ibn Os radhiyallohu anhu ning takliflari bilan bo'lgan. Amr ibn Os aytdilarki, hozir bunaqa daraja ketadigan bo'lsak, urush, musulmon ummati qiriladi. Yaxshisi dedilar, kelishuv qilaylik, saylov o'tkazaylik. Bugungi til bilan aytayapman men. Ikkala taraf ham o'zining xilofatdan kechsin, xalqqa, islom ummatiga maslahat solaylik. Kimni xilofatga loyiq ko'rsa, unga bay'at qilsin, shunga hammamiz ergashaylik dedi. Bu taklifga Hazrati
Ali radhiyallohu anhu dastlab rozi bo'lmaganlar. Chunki haq o'zlariniki ekanliklarini matn o'laroq bilardilar. O'sha xilofatga tegishli masalalarda hadislar, rivoyatlar, Alini o'ziga aytgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari barchasi Ali xilofatga o'sha davrda haqli ekanligini ko'rsatib turardi. Shuning uchun dastlab rozi bo'lmadilar. Lekin xavorijlar aytdiki, "Yo'q, rozi bo'laylik" deyishdi. Baribir sizni tanlaymiz degan ma'noda. Va Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu ni o'zlari taklif qilishdi. Xavorijlar o'zlari shu odamni taklif qilaylik, bizdan vakil bo'lsin. Va o'rtada bu mahkama yuzaga chiqdi. Mahkama deyiladi shuni. Tahkim voqeasi deyiladi. Hukm bandalarga topshirildi. Hukm bandalarga topshirildi degani nima degani? Muaviya tarafidan Amr ibn Os, Hazrati Ali radhiyallohu anhu tarafidan Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu. Bular ikki tarafdan butun xalqni oldiga chiqib, biz o'zimizning xalifamizdan voz kechdik deyishligi kerak edi. Va xalqga endi kimni saylaymiz degan taklif qilishlari kerak edi. Shunda Amr ibn Os aytdilarki, siz chiqib Alini voz kechdim deb ayting deb Abu Ayyub al-Ansoriyga taklif qildilar. U kishi chiqib biz Alining xilofotidan kechdik dedilar. Shunda Amr ibn Os radhiyallohu anhu chiqib turib, biz bo'lsa Muaviyaning xilofotidan kechmaymiz. Mana bu kechdi bular, hamma Muaviyaga qo'l bersin dedilar. Amr ibn Os radhiyallohu anhu ning diplomatik daholari, donoliklari bu joyda ishlab ketdi. Yutib ketdilar ya'ni vaziyatni. O'sha vaziyat yutilgandan keyin kelishuv bo'lgan edi, boshqa narsa bo'lgan edi, lekin o'rtada urushni oldini olish uchun bu ish bo'ldi. Amr ibn Osning bu qilgan ishlari oqibatida Muaviya radhiyallohu anhuning tarafkashlari ko'payib ketdi. Shunda endi vaziyat siyosiy ma'noda, diplomatik ma'noda Hazrati Ali yutqizib qo'ydilar. Men qo'shtirnoq ichiga olyapman. Yutqizib qo'ydilar. Bu yutqizuqni ko'ra olmaganligi uchun o'sha xavorij toifasi endi qurolli jang qilishlikka Hazrati Alini targ'ib qilishdi. Ali aytdilarki, "Yo'q" deyishdi, "Qilmayman" dedilar. Endi bu gap nimaga tahkimga rozi bo'lasan? Sen o'zing noto'g'ri qilding. Men Abu Ayyub al-Ansoriy debman, uzr birodarlar, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu. Nimaga bu narsani qilasan? Abu Musa Ash'ari xato qildi, uni undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Hazrati Aliga nisbatan ya'ni endi dushman bo'lishni boshlashdi. O'zlari qilgan taklif bo'yicha o'zlari yutqizib qo'yganligini alamiga chida olmasdan endi hukmni bandalarga berishimiz to'g'ri emas. Hukm Allohniki. Inil hukmu illa lillah oyatni keltirishib, o'zlari o'sha islom ummatiga rahbar bo'lish, vali bo'lish, xilofatni Hazrati Aliga olib bergandan keyin boshqaruvni qo'llariga olish ishtaholari bor edi. Bu nafslarini qondira olmaganliklari sababli endi Aliga dushmanlik qilishdi. Dushmanlik qilishni o'zi emas, kofir deyishdi. Men avvalam aytganman, Al-Bidaya va Nihoya degan kitobni o'qing. Inshaalloh arabchasini bilganlarga bu anaqa inglizchasi bo'lsa kerak, turkchasi ham bo'lsa kerak, o'zbekchasi yo'q, ming afsuslar bo'lsin. Buni qilishimiz kerak. Aqida darslarimizda ilova beramiz. Shunda keltirganlar. Bu xavorijlar o'zlarini jig'ildonlarini qo'llab-quvvatlash uchun oyatga yopishardi. Bugunning Abdulloh Zufarlari ham xuddi shunaqa qilyapti. Men misolini keltiraman hozir. Bitta misolni keltiraman, bu musulmon ummatiga kifoya qilsin. Bularning o'sha qadimda o'tgan xavorijlardan bir tuki farqi yo'qligini bilishimiz uchun. Biz aqidani o'qib, matnlarini yodlab, sharhlarini o'rganib, ulamolardan buni o'tkazib olganligimiz uchun olganligimizda bilamiz bularning asli kimligini. Agar aqida matnlarini bilmasak, uni sharhlarini o'qimasak, ahli sunnaning unga bergan ta'riflarini ko'rmasak, ulamolarimizdan o'sha ta'riflarni tasdiqlab olmasak,
Abdulloh Zufarga ergashib yuraveradi odamlar. Nimaga? Bilmaydi. Oq bilan qorani ajrata olmaydi. Oyat dalil keltiryapti-ku deb ergashaveradi. Ha, xavorijlar ham oyat dalil keltirgan edi. Alini kofir deyishgan edi. Oxiri borib qatl qilishgan edi. O'sha darajaga yetib borishgan edi. Nima uchun? Ahli sunna val jamoaning asli matnidan bexabar bo'lganlari uchun. O'zlari bir narsani qaror qilib olib, o'sha qarorlarini to'g'ri qilish uchun oyatlardan foydalanishga uringanlari uchun bu ishga qo'l urishdi. Ular samimiy odamlar emas edi. Xuddi bugunning Abdulloh Zufarlariga o'xshagan. Bular ham samimiy odamlar emas. Xohlagan paytda o'zini gapini to'g'rilash uchun xohlagan oyatni o'qib, ma'no aytayotganda o'zini jinoyatlarini oqlashga urinishlik bularda ko'rinib turibdi. Tarix ham shu edi. Shialarni aytdik biz. G'odiruhum oxirgi voqea edi deyishgan ular. Xavorijlar inil hukmi illa lillah, hukmni bandaga berish to'g'ri emas, hukm Allohniki. Ali hukmni Abu Musa Ash'ariga berdi, o'zi kofir bo'ldi. Qoni halol, joni halol o'ldiramiz deyishdi va o'ldirishdi oxiri. Qilich bilan kelib urishdi. Abdurrahmon ibn Muljam qilich bilan kelib Hazrat Alini urgan paytida oyat o'qigan, oyat o'qib urgan. Va minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Allohning roziligi uchun o'zining nafsini sotgan odamlar bor bu ummat ichida. O'zini Alloh yo'liga, Allohning yo'lidagi jihodga sotgan odamlarni misolidagi odam deyapti. Abdurrahmon ibn Muljam urayotgan odami Ali. Bugun musulmonlarni kofir deb, musulmonlarni ustiga qilich ko'tarib, ularni uylarini o'zlashtirib olib, birovlarning musulmon ummatning uylarini o'zlashtirib olib, nima deyapti? Bu hadislar to'plami degan profil bilan bitta shilta bor. Ya'ni burni oqib turadigan bola. O'sha aytayaptiki, mana hijrat qilsang deyapti. Hijrat qilsang yajid fil ardi muraghaman kathira oyatini o'zbekchasini aytayapti. Bunga shunaqa o'zbekcha tushuntirib qo'yishgan. Hijrat qilgan, Alloh yo'lida hijrat qilgan odamlar juda keng rizqlarni topadi. Alloh taolo unga juda kengchiliklarni ochadi degan oyat bor. Hijrat masalasida Madinani keyinchalik islom ummatini boy badavlat qilishligiga bu oyati karimada sabablarda kelgan. U ya'ni hadislar to'plami profilidagi ya'ni burni oqib turgan bola. Musulmon oilani uyga kirib olib, biz shu uylarda mana kengchilikda yashayapmiz deb ko'rsatyapti, uyalmasdan. Bu uyi egalari tashab ketib yorgan, biz ovoldik demoqchi. Raqqada shu ish bo'ldi, Iroqda shu ish bo'ldi. IShID qo'liga qurol olib, musulmonlarning mamlakatiga kirib borib, ularni murtad deb e'lon qilib, birovlarning uylarini tortib olib, kirib yashashdi o'sha yerda. Birovlarning uyiga kirib olishlikni oyat bilan quvvatlayapti. Yajid fil ardi muraghaman kathira deyapti. Mana xavorijlarni tarixda o'tganlari bilan bugungilarini bir tuk farqi yo'q. Bir xil bular. Ilmiy salohiyati yo'q, dinni to'g'ri tushunmaydi. Dalilni faqat o'ziga kerak bo'lgan o'rinlargagina olib keladi. O'ziga kerak bo'ladi. O'shanga olib keladi. Qachon bir dalil kelsa ergashaman demaydi. Tarix ham mana shu narsalar bilan to'la. O'shaning uchun islom ummati ko'rdiki, hamma oyat keltiraversa, hamma hadisdan o'zining imkoniyati, ya'ni o'zining xohishini qo'llab-quvvatlash uchun dalillarni keltirib, o'zini nafsiga oyatdan misol keltiraversa, nima bo'ladi oxiri? Yer yuzida 2 milliard musulmon bo'lsa, 2 milliard xil din bo'lib ketadi unda. Islomning mazhabi 2 milliard bo'lib ketadi. Bunaqa bo'lib ketishligi, chunki har kimning o'zini dardi bor, har kimning o'zini g'ami bor. Har kim o'z dardi va g'ami uchun oyatdan foydalanaversa, unda oyatning asl o'zgarmas mezoni qayerda qoladi? Shuning uchun birodarlar,
bu misollarni nima uchun keltiryapman? Sizni oldingizga Abdulloh Zufarga o'xshagan, Mahmudga o'xshagan odamlar chiqib oyat o'qiyapmiz. Mana shu oyat bunga dalolat qiladi desa, oyat o'qiyapti-yu, bir narsani bilmasa buni gapirmaydi-ku deb ergashib ketish o'ta xatarli. Chunki Mahmudni ko'rdinglar, Oli Imron surasidagi oyatni hizbiylar uchun tushgan deyapti. Bu jig'ildoni uchun oyatdan foydalanishdan boshqa nima? Hizbut Tahrirga tushgan ekan Oli Imronning 104-oyati. Valtakum minkum ummatun yad'una ilal khayr. Sizlardan bir jamoat bo'lsin, yaxshilikka da'vat qilsin. Va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Amr ma'ruf nahiy munkar qilsin. Bu oyatning tafsirida ulamolar bil ittifoq olimlar jamoasi degan. Va amr ma'ruf nahiy munkar hammaga farz. Faqat o'zining doirasida farz degan. Masalan, men chiqib turib Ramazonning kunini e'lon qilishga, odamlarga buni falon kundan hamma roza tutsin deyishga haqqim yo'q. U ham amr ma'ruf o'zi. Uni muftiy aytadi. Uni qozi aytadi. Qozi e'lon qiladi, muftiy e'lon qiladi. Amr ma'ruf doirasi uni haqqi. U agar to'g'ri topsa ikkita savob, to'g'ri topmasa ikkita savob oladi. Amr ma'ruf hamma. Endi bu Hizbut Tahrir jamoasi oyatda kelgan o'sha bizmiz. Ya'ni Oli Imron surasining 104-oyati Mahmudiylar toifasiga tushgan ekan. Boshqa odamning haqqi yo'q ekan. Farzi kifoya ekan. Endi boshqa joyda bir kishi Qur'on yodlasa nima bo'ladi desa, Qur'on yodlash ma'nosini bilmasa shart emas deyapti. Islom ummati Qur'on yodlashlikni farzi kifoya degan. Asli farzi kifoya islom ummatidan bir jamoa qori bo'lishligi farzi kifoya. Bu masalani yo'q deyapti. Hizbut Tahrir bo'lishlik farzi kifoya deyapti. Mana bu birodarlar, ahli sunna val jamoaning aqidasidan bexabar odamlarni oyat va dalillarning o'zini jig'ildoni uchun foydalanishga urinishiga misol. Bularni ergashib yurganlarini, saviyasizliklarini, vaziyatlarini ko'rib, achinib, shu qadarmikin desak, bularni asli saviyasiz qilib tarbiyalayotgan shularni boshliqlari, shu Mahmudlar, Abdulloh Zufarlar. Shular aslida o'zlari shu saviyasiz manqurt odamlar, bularga ergashganlarni endi bundan ortig'ini kuta olmaysiz ulardan. Chunki olmani tagiga olma tushadi. Olmani tagiga yong'oq tushsa, odam hayratlanadi. Nimaga olmani tagida yong'oq turibdi deydi. Yo'q. Bular oshqovoq, bularning tagiga oshqovoq tushadi. Boshqa imkoniyati yo'q. Shuning uchun birodarlar, ular masalasida sal jiddiyroq bo'lishimiz kerak. Zamonamizga, bugunga tegishli masalalarda, ya'ni tajriba o'laroq bularning misollaridan ba'zisini keltiraman. Tarixni biroz ko'zimiz bilan ko'rmasak-da tasavvur hosil qilish uchun keltirdim men. Xavorijlar Alini kofir deyishgan. Tasavvur qiling bu gapni. Alini kofir deyishgan va bu bilan to'xtashmagan. Uni o'ldirish kerak deyishgan, reja qilishib kelib qilich bilan urushgan. Va buni o'ldirishlikda oyat odamlarga aytishgan. Hazrati Aliga qilichchi urayotganda va minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Allohning roziligi yo'lida o'z nafsini sotgan insonlar bor bu dunyoda. Biz o'shalardanmiz degan. O'zini ustun ko'rishlik, qilayotgan ishini ya'ni savob ish deb ta'riflash, odamlarga buni ta'na qilish. Biz savob ish qilyapmiz, sanlar bir tiyin odamsan deyish. Ahmad Firdavsiy otasi osilgan, o'zini o'zi osgan odam desa, sadaqa joriyaman men otamdan deyapti. Xuddi Abdurrahmon ibn Muljanning gapini boshqacharoq ko'rinishi. Faqat musulmonlarga otiladi, faqat musulmonlarni haqorat qiladi, o'zbekligingga tupurdim deyapti bir joyda. O'zi sadaqa joriya ekan. Ahmad Firdavsiy asl nomi sadaqa joriya ekan. Bu nima degani? Najot topdim degani bu. Men dunyoda eng najot topgan odam menman. Mendan sadaqa joriya
o'zini o'zi osgan otamga borib turibdi degani bu. O'shanaqa o'zidan bir maslak yasab olib, haq yo'ldamiz deb olib, hamma dalillarni shunga olib kelib moyil qilaverish, buraverish bularning tabiatlarida bor. Birodarlar, hozir shunga bitta misol keltiraman. Menga savol kelyapti ba'zi joylarda va bu narsalarni ko'p ularga, ya'ni ularning faoliyatlariga jiddiy ma'noda zarba bo'lganligi uchun ular to'xtamasdan biz haqimizda o'sha montaj, shantaj ishlarini qilib yotishibdi. Shulardan bittasini birodarlar ilmiy asosda tahlil qilamiz. Yaxshilab e'tibor berasiz. Bular nima qilyapti? Bular aslida faoliyatlari nimadan iborat? Ahli sunna val jamoaga naqadar aloqasi bor bularni? Bu narsalarni tavhid ilmlarini o'rganar ekanmiz. Asl mezonni qo'limizga kiritib olar ekanmiz. Inshaalloh ko'zimiz ochiladi. Tarixdagi havorijlarni, shialarni misolini keltirdik. Ular dalil keltirayotganda o'zining ishlarini oqlash uchun tarixdagi dalillarni suiiste'mol qilganlarini aytdik. Bugungi hayotimizdagi mana misolni bir ko'ringlar. Bu misol bu jamoaning ulardan naqadar farq qilmasligiga misol bo'ladi. Kiyishga haqqi bor. Har kim xohlagan kiyimini kiyishga haqqi bor. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Meni o'sha ro'mol haqidagi musulmonlarga jamoat joylarida diniy kiyimda yurish mumkin emas degan gapga, ro'mol diniy kiyim emas, ro'mol bilan jamoat joyida yurish mumkin degan gapni gapirganimni o'zini kesib olib, o'zini va o'sha gapni 3 marta qayta montaj qilib, xuddi men ro'molga qarshi odamdek tasavvur uyg'otish. Havorijlarning ishi. Men avvalgi suhbatlarda aytdim, bu og'ir jinoyatlardan. Eng yengili onasi bilan nikohlanganga teng degan buni. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Mustadrakda Imom Hokim keltirganlar. Eng yengili bu. Buni cho'qqisi islom ummatining musulmonlarni obro'siga tajovuz qilish bu. Shaxsiy gapini teskariga burish. Nimaga 3 marta takrorlayapti? U gap kimga aytilgan o'zi? Musulmonlarga aytilganmi? Yoki bir qonun chiqdi-yu, qonunga ko'ra jamoat joylarida ro'mol bilan yurishlik joiz emas, chunki ro'mol diniy kiyim deganlarga men aytayapmanki, yo'q. To'xtang, islomda diniy kiyim degan tushuncha yo'q. Ro'mol diniy kiyim emas u. Bizda satr avrat berkilsa bo'ldi degan tushunchani aytayapman. Bular o'sha ro'mol diniy kiyim emas degan gapni kesib olib, 3 marta qayta montaj qilib, buni musulmonlarga aytayapti degandek urg'u berib tarqatishyapti. Davomini qarang. Ro'mol axloqiy musulmon inson o'zi ixtiyori bilan kiyadigan kiyim. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol ham bir insonning o'zini ixtiyoridagi narsa. Xohlasa qo'yadi, xohlasa qo'ymaydi. Soqol masalasida ham shu. Soqol ham bu diniy unsur bu. Ko'chada soqol qo'yib yurgan odamlar diniy fon ko'rsatyapti. Shuning uchun bu diniy fonda yurmasin degan odamlarga soqol diniy fon emas bu. Soqolni Abu Jahl ham qo'ygan, Abu Lahab ham qo'ygan, Lenin ham qo'ygan, Marks ham qo'ygan, Engels ham qo'ygan. Bugun ham kim bo'lsa qo'yib yotibdi. Kim bo'lsa soqol qo'yib yotibdi. Nimaga musulmonlar soqol qo'yishligiga biz qonunan taqiq qo'yishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun bu taqiq, ya'ni demokratik taqiq bo'lish kerak? Noto'g'ri-ku bu degan ma'noda kimga aytayapman buni? Musulmonlarni jamoasiga emas bu, qonun masalasiga qarshi aytilyapti bu gap. Soqol qo'yishlik har bir insonni o'zining shaxsiy ishi bo'lish kerak. Qonunan uni soqolni ol deyishlik qonunga to'g'ri emas o'zi. Inson huquqlariga to'g'ri emas degan gapni gapiryapman. Jiddiy gapmi? Jiddiy gap. Qayerda turib gapiryapman? O'zbekistonning ichida turib gapiryapman. Qo'rqmay gapiryapmanmi? Qo'rqmay gapiryapman.
Ya'ni haqni berkitmayotgan ekanmanmi? Haqni berkitmayapman. Soqol haqida, hijob haqida mendan so'ralsa, gapni aylantirmayotgan ekanmanmi? Aylantirmayotgan ekanman. Bular nima qilyapti? Soqol diniy unsur emas degan gapimni 3 marta montaj qilyapti. Qayta eshittiryapti va bundan o'ziga o'xshagan o'shalgi sadaqai joriyalar, Ahmad Firdavsiy, sadaqai joriya uni asl nomi. U sadaqai joriyalar bu gapdan islom ummatiga qarshi ko'rdinglarmi bu soqolga qarshiligini deyapti. Chunki ularni soqoldan boshqa dini yo'q o'zi. Men biroz mubolag'a qilib aytayapman. Ahmad Firdavsiyni dini soqol xolos, ko'rinishi soqoli bor xolos. O'zi shu tahoratni ham yaxshi bilmaydi berishdi. Bir joyda bir savol javobini elas eshitib qoldim. Mahsiga masx tortgandan keyin uni 7 ta tahorat sinadimi desa yo'q deyapti. Bu gapidan ma'lumki bular betahorat odamlar. Namozni ham betahorat o'qiydi. Shu Ahmad Firdavsiylar namozni ham betahorat o'qiydi demak. Tahoratni bilmaydi. Endi tahoratni bilmaydigan sadaqa joriya jihod haqida gapiryapti. Ulamolarimiz qadimda aytishgan. Nimaga kitoblarimizda, fiqhiy kitoblarimizda tahorat bobi birinchi keladi. Jihod bobi oxirida keladi kitobni. Kech keldi. Nimaga deganda, chunki tahoratni bilmagan odam jihoddan gapirmasin, shuning uchun deganlar. Oldin tahoratni o'rganish kerak. Tahoratni bilmaydi. Yana bular montaj qilib qo'pol gap lekin birodarlar, onasi bilan nikohlanishlikdan tap tortmayapti bular. Shu sadaqa joriya. Dadasini o'zi osgan dadasiga bu sadaqa joriya ekan bu. Shu 3 marta takrorlab meni gapimni davom ettiryapti. Endi bundan xafa bo'lmasa bo'lar ekan deb qoldim. Nimaga? Buni javobi Abdulloh Zufardan kelgan. Bu gaplarimizni montaj qilib turib tarqatishlikda bosh rolda bular va bularning da'vatchisi bor qo'shtirnoq ichida Abdulloh Zufar. U bunga javob aytayapti. Qarang, yana menga aytadiki, bular abror bilan ashror deyapti meni. Ashror bilan bahslashib o'tirmaymiz, mundog'ida deyapti. Boshqa bir dalillarda ham shuni keltiryapti. O'zini nafsoniyatini qo'llab-quvvatlash uchun oyatlar tayyor bularga. Endi qarang javobni. 210-hadis mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yaqulanna ahadukum abdi va amati." Birortalaring qulim, churim demasin deyaptilar. Aslida quli-ku, to'g'rimi mana qarang bu yerda ham. Churisi-ku, lekin ishtibohli kalima. Mana bugungi kunda kallasiga qurt tushgani ashror yana shu tushunmayotgan narsalardan biri, masalan qarang, ro'mol diniy kiyim emas deb chiqyapti-da. Soqol diniy unsur emas deb chiqyapti-da. Keyin chiqib buni tozalayman deb ro'mol deganda men latdan nazarda tutdim deyapti. Endi birodarlar bu yerda bir necha holat bor. Ya'ni tarixda o'tgan xavorijiylar bilan bugungi kundagi xavorijlarning bir tuk farqi yo'qligini misoli bu. Ya'ni bir hadisni aytayapti. Hadisda la yaqulanna ahadukum abdi va amati degan hadis sahih Muslimda kelgan, Imom Buxoriyda ham kelgan bu hadis. Bu hadisning oldida ya'ni qullarga ham aytilgan hadis yuqorisida men Robbimni ovqatlantirdim, Robbimga xizmat qildim demasin. Va mulk egasi ham qulim, cho'rim demasin degan hadis. Bu hadisning mutlaqo sharhi boshqa. Buni misol qilib keltiryapti-da. O'zini qulini qulim demasin, o'zini cho'risini cho'rim demasin deb hadisni keltirib, hadisdan istishhod olishlikda, dalil keltirishlikda menga hujum qilyapti. Va menga hujum qilishlikda o'sha ro'mol diniy kiyim emas degan gapim xuddi bandam, qulim, cho'rim demasin bilan bir xil demoqchi. Dalilni keltirishini qarang. Endi Zufarning ahvoli shu, uni eshitib turgan odamlarni qo'yavering. Endi qarangda abrorni ashror deyapti. Meni abror ismim ashror deyapti. Ya'ni bu ularning ichidagi hasad, ichidan zimdan ularga jiddiy ma'noda zarba berayotganimni tan olish bu.
Men Abdulloh Zakar demayapman-ki. O'zini asli Zofar. Zufar emas buni ismi, Zofar. Zufar qilyapti endi, mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Lekin men buni Abdulloh Zakar demayapman. Abdulloh Zufar. O'zini o'zi sadaqai joriya deb atib olgan uchun Ahmadni aytayapman, sadaqai joriya u. O'zini sadaqai joriya deyapti. Endi qarang. U hadisda shu joyda men hadisga istishhod dalilini ham keltirib ketay, birodarlar, bu aldayotganligi uchun bu mana shu hadisda ham odamlarni aldayapti. O'zini qulini qulim deyishligi joiz aslida. Hadisi sharif umuman boshqa narsaga dalolat qilyapti. Ulamolar bu hadis to'g'risida umuman boshqa gaplarni gapirishgan. Ahli sunnaning ulamolari umuman boshqa narsa gapirishgan. Abdulloh Zufar bu hadisdan menga dalil chiqaryapti. Ya'ni o'zini mavqifini mustahkamlash uchun atrofidagi manqurtlarni aldash uchun hadisdan foydalanyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh o'zi bandanglar, cho'ringlar deb zikr qilgan. Baqara Niso surasida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu, nima edi? Wa ankihu ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu ayama minkum. O'zinglardan bo'lgan bo'ydoqlarni, ersiz ayollarni, ayoli yo'q erkaklarni nikohlab qo'yinglar. Va ankihu. Was-solihina min ibadikum. Ibadikum bandanglardan, ya'ni qulinglardan, va imaikum cho'ringlardan ham solihlarini nikohlab qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Alloh bandang, ya'ni qulinglar va cho'ringlardan solihlarini nikohlab qo'yinglar deyishligini Alloh aytayapti. Bu hadisi sharif, demak, bu Abdulloh Zufar keltirayotgan ma'noda emas, ya'ni bu joyda o'ziga nisbat berishlikni man qiladi hadis. Meni qulim bu, meni cho'rim deyishligi karohat. Ulamolar bu yerda ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar karohati tanzihiyya deyishgan. Aytsa bo'laveradi, faqat qulim, cho'rim deganda o'ziga ibodat qiladigan ma'noda emas, xizmatchi ma'nosida. Keyin g'ulomim, joriyam degan gaplar keyin istilohga kirgan. Hadisni ham to'g'ri tushunmaydi. Hadis mutlaq emas. Oyati karimada banda, ya'ni qulinglar, cho'ringlar deb Alloh zikr qilyapti. Bu joizligiga dalolat qiladi. Boshqa bir hadis ham bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u hadisda qulinglar nima yesa, sizlar o'shani yenglar, nima kiysa, kiysangiz qulingizga ham buni kiydiring degan gaplarni gapirganlar. Qulingni olib kelgin deganlar. Bu hadis umuman boshqa ma'noda. Endi bu hadisdan nimani chiqaryapti bu? Bu hadisdan Abdulloh Zufar kinoya lafzi, odamlar tushunishi mumkin bo'lgan gapni gapirmaslik kerak. Mana ashror deyapti. Ro'mol diniy kiyim emas deb keyinchalik xatosi ochilib qolsa deyapti. Men lattan aytganman deb turib olyapti deydi. Aslida men kimga aytganligim ma'lum u. Kimga aytganligim muhim aslida. Men musulmonlarga ro'mol diniy kiyim emas, ro'molsiz yuravering degan gapni gapirmaganman. Ro'mol diniy kiyim, jamoat joyida ro'mol o'rash mumkin emas degan odamlarga aytayapman men. Yo'q, ro'mol diniy kiyim emas. Diniy kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Soqol ham diniy unsur emas. Soqoli bo'lsa musulmon, soqoli bo'lmasa musulmon emas degan gap yo'q. Soqol shariatning ko'rsatmasi bo'yicha sunnat amallardan. Ba'zilar vojib dedi, ba'zilar sunnat dedi. Ixtilofli masala. Soqolni qo'yilishligi, bir qabza bo'lishligi, uzun bo'lishligi, kalta bo'lishligi ixtilofli masala. Bu masalalar jamoat joylarida soqol bilan yurishlikni tarafini olib, musulmonlar tarafida turib gapiryapman bu gapni. Abdulloh Zufar xuddi Hazrati Alini sen kofir bo'lding deb o'ldirishlikka fatvo bergan odamlarni ishini qilyapti menga. Men o'zimni Ali radhiyallohu anhu ga teng ko'rmayman. Ya'ni u darajada biz o'zimizni pok sanamaymiz. Unaqa oliy maqomli odam emasmiz, lekin dalil o'laroq dalilning istishhodini bilmaydi. Inil hukmu illa lillahni nimaga ishlatish kerak edi? Havorijlar.
Hazrati Alini kofir deyishga ishlatdi. Bu gapimni chiqarib olib turib, bir hadisni keltirib, hadisning asl ma'nosi mutlaqo boshqa, faqat abdi deb izofa qilish joiz emas. U ham karohat tanzihiya yuzasidan. Izofa o'ziga, meni qulim bu deyish biroz karohatli ish. Lekin bandang, quling, cho'ring deyishligi, banda emas, cho'ring deyishligi bor. Rob deyishligi Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalatu vassalomni tillaridan keladi. Innahu robbi ahsana masvay. Bu mening Robbim menga go'zal joy berdi deb Misr azizini aytibdi Yusuf alayhissalom. Bu narsalarni ilmiy, ya'ni kengligi, ufqiy doirasi keng emasligidan ham ya'ni kelib chiqadi. Ya'ni xavorijlarning xavorij bo'lishligiga turtki bo'lgan narsalardan biri ham shu bo'lgan. Tor, doira tor, juda tor. Nima haqida gapiryapti, kim haqida gapiryapti, uni mulohazasi yo'q. Nima bo'lsa ham, qanaqa sharoit bo'lsa ham musulmonlarga qarshi o'zining pozitsiyasini mustahkamlash uchun dalillardan suiiste'mol qilib foydalanaveradi. Eshitamiz. Deyapti. Masalan, boshingga har qanday narsani o'rab olsang ham hijobmi deyapti. Voy, nokas, aslida qarang-da. Odamlar ro'mol deganni nimani tushunadi? Hijobni tushunadi-ku axir, to'g'rimi? Odamlar ommatan tushunadigan islohni gapirib qo'yib, o'chakishib, o'ynashib din bilan, keyin kelib men uni istamagandim deb turish, xuddiki bitta odam xotinini taloq qilib turib, taloq bo'ldi xotining desa, "Yo'q, men uydan chiq" degan gapni istadim desa, to'g'rimi shu gap? Tashbihlarni, qiyoslarni qarang-da, shuning uchun ulamolar usullarni alohida ahli sunna val jamoaning usullarini o'rganishlik zarurati shuning uchun kerak. Ya'ni al-qiyas ma'al fariq degan qoida bor, ya'ni bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilish. Bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilishlik joiz emas. Ulamolar o'rtasida bunga o'xshagan narsalarda kelishuv masalan bor. Masalan Imom Shofiy aytadilarki, olma bilan bug'doy qiyos qilinadigan narsa deydilar. Bizda Hanafiylar aytadiki, yo'q, al-qiyas ma'al fariq bu deydi. Olma boshqa narsa, bug'doy boshqa narsa. Bitta jihati o'xshaydi xolos, tortib olinadigan narsalarga o'xshaydi xolos. Ribaviy mollarga olma kirmaydi deydi bizda ulamolar. Qiyos ma'al fariqni men bitta misolni keltiryapman. Endi bu keltirayotgan qiyosni qarang. Men kimga nisbatan aytganligim aniq. Kimga aytyapman u gapni? U aniq u. Va o'sha kimga nisbatan aytgan gapimni bir qismini bo'lib olib, din bilan o'ynashib gapiryapti deyapti. Men din bilan o'ynashib gapirmayapman-ki. Qani din bilan o'ynashib gapirganim men. O'zimdan o'zim chiqib olib turib, bularga o'xshab masxaravozlik qilayotganim yo'q. Men sahnaga chiqib olib din, ro'mol diniy kiyim emas deb o'zimdan o'zim ibtidoiy, ya'ni yangi jumla tuzmayapman men. Menga bergan savolga javob beryapman. Yo'q, ro'mol diniy kiyim emas, yana aytaman. Ro'molni har qanday jamoat joyida muslimalarimiz o'rab yurishga haqlari bor. Bu gapni gapiryapman. Bu tarzda aytilgan gap. O'ynashib gapirilayotgan gap emas bu. Endi bu gapni xotinini taloq qilsa deyapti. Xotinini taloq qilsa, hazillashuvdim desa, taloq tushmaydimi? Tushadi-ku, sen nima bilan o'ynashyapsan degan misol keltiryapti. Xotinni taloq qilish masalasi bilan ro'mol diniy kiyim emas deyishlik masalasi qiyas ma'al fariq mutlaqo bir-biriga o'xshamaydi. Na sifatida o'xshamaydi, na tashbihida o'xshamaydi, hech narsasida o'xshamaydi. Endi qarang, istilohlarda nimani tushunadi? Istilohni bilish kerak demoqchi. Bu joyda istilohni bilishlikka dalil qilyapti. Lekin Shomdan menga telefon qilgan bir bola bor edi. Xabariylar bor. Uni men hal topa olganim yo'q. Eshitib ko'rsalar kerak. Shomdan 14 yoshli bola bizga telefon qilgan. Telefonda gaplashganimizda unga aytdikki, jihodni ta'rifini bilasanmi o'zi, istilohini bilasanmi desak, yo'q, topa olmadi oxiri. Buni to'satdan biz telefon qilib jihod istilohini bilasanmi, bilmaysanmi? Ha deb kulganimiz yo'q. U bola 14 yoshli bola.
Suriyada yurgan, IShIDni ichida yurgan yoki jabhaga qo'shilgan, bir qancha qo'liga qurol ko'targan yosh bolalar, Iroqda yurgan, Raqqada yurganlar, yaqinda O'zbekistonga boramiz. Hammangni kallangni olamiz. O'zbekistonni ariqlarida qon oqizamiz degan bolalar. O'zbekistonda musulmonlarning kallasini olishlik bilan tahdid qilgan va biz jihad qilyapmiz. Bu jihodimizni ilmiy asosimiz bor degan odamlarga aytayapmiz. Qanaqa jihad qilyapsan sen? Sen kim bilan urushyapsan? Sen o'zi kimsan? Shariatni naqadar bilasan? Nimaga bu yoqdagi odamlarni murtad deb e'lon qilyapsan? Qaysi asosga ko'ra degan ma'noda gapiryapmiz unga. To'satdan biz ko'chada odamni topib olib gaplashayotganimiz yo'q. Bizni atrofimizdagi bolalarni sanlar tog'ut saroy mullasisan, boshqa narsasan deb haqorat qilayotganida u menga chiqqan ular. Uni istilohni o'zini yodlab olgan, istilohni ham xato gapirdi, deyapti. Bazlul aqsal juhdi linalil muratni bazlil juhdil aqso deyapti. Garangmi? Bu nima? U tushunmayapman uni. To'g'ri, bazlul aqsal juhdi deganman. Buni ma'nosini mavsu sifat qilib ma'no aytsa bo'laveradi. Buni mavsu sifat qilsak, aqsal juhdni mavsu sifat qilsak bo'laveradi, alif lam kiritsak. Bu yerda juda katta xato yo'q. Izofa, boloxonador izofa ham bo'laveradi, mavsu sifat ham bo'laveradi buni. Buni muammosi yo'q. Lekin muammo istilohni bilmasa ham u to'g'ri aytayapti-yu maqsadini demoqchi. Istilohni aytmasa ham, xo'p, bu joyda ro'molni istilohini bilmasa nima bo'lar ekan unda? Bu joyda istiloh kerak bo'lib qoldi. Abdulloh Zufar rahimahullohga istiloh kerak bo'lib qoldi. U joyda istiloh kerak emas edi. Maqsad bo'lsa bo'l deydi. Bu joyda endi bizning maqsadimiz muhim emas ekan, istiloh muhim ekan. E'tibor beryapsizmi? U tomonda qorani oq degan, bu tomonda oqni qora deyapti. Shuning uchun birodarlar, dalil keltirayotgan odamlarning mana shu jihatlariga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zini maslagini, manhajini to'g'rilash uchun. Endi qarangda bu joyda. Agar men ro'molni odamlar hijob deb tushunsa tushunaversin, ro'molni diniy kiyim deb tushunsa tushunaversin, ilmiy asosini aytib, diniy kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Ruhoniylarda bor, boshqa din vakillarida. Nasroniylarda bor diniy kiyim, yahudiylarda bor diniy kiyim. Islom ummatiga o'zini nisbat bergan shialarda bor diniy kiyim. Ahli sunna val jamoa ulamolari bil ittifoq aytadiki, islomda diniy kiyim yo'q. Diniy unsur kiyim yo'q, ya'ni diniy kiyim deb ataladigan kiyim yo'q. Avratni berkitsa, boshqa dinning simvolini ko'rsatmasa bo'ldi. Har qanday kiyim halol bo'laveradi. Erkaklarga shoyi makruh tahrimiy, Hanafiylarga ko'ra. Boshqa ulamolar harom deydi. Erkaklar shoyi kirma kiymasa bo'ldi, tilla taqmasa bo'ldi, kiyim kiyaveradi. Diniy kiyim emasligi aniq buni. Buni tushuntirsak, bu gapimizdan mutlaqo musulmonlarga qarshi aytayapti, dinga qarshi gapiryapti degan narsani shakllantirib tarqatishyapti. Endi agar shunaqa istiloh bo'lsa, kimni o'ylashyapsan sen deyiladi. Bunaqa ya'ni Abdulloh Zufar qo'ygan mezon bo'yicha shunaqa tushiladigan bo'lsa, Abdulloh Zufarning xotini taloq bo'ldi hozir. Ya'ni meni mezonimda emas, Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra Abdulloh Zufarning xotini taloq bo'ldi. Buni eshitib ko'rasizlar, hozir buni isbotlaymiz. Xotining taloq tamom assalom deyiladi. Taloq qildim xotinimni desa-da, ha? Taloq qildim xotinimni deyapti. Desada degan kalimasini olib tashlasak nima bo'ladi? Taloq qildim xotinimni deyapti Abdulloh Zufar. Desada degan kalimasini kesib olib tashlab turib, o'shani 3 marta qaytarlasak. Taloq qildim xotinimni deb 3 marta qayta gapirdirgan qilib qo'yib yuborsak nima bo'ladi? Bu sadaqa joriya. Nima bo'ladi unda? Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra xotini taloq bo'ladi. Va xotinini taloq qilib qo'yib, zino qilib yurgan bo'lib qoladi. Men uydan chiq degan gapni qildim. Ha, taloq degan chunki ket degani-ku desa.
Kallingni yeganmisan deyiladi-da. Sen bu istiloh ommadan olgan nimaga ishlatiladi o'zi? Bilasanmi sen? Xud Ha, jihod istilohi ham ommatan olganda nimaga ishlatiladi? Faqat urushga emas, urushga tegishli bo'lganda jihod deb ishlatiladi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta gapni o'zini takror rad qilyapti. Va men ro'molni deyin kiyim emas desam, xalq ro'molni hijob deb tushunarmish. Hijob deb tushunsa, mendaymish ayb. O'sha tushunchasi noto'g'ri uni. Hijob ro'mol emas. Hijob satr degani. Ro'mol boshni o'raydigan narsa xolos. xuddi shunday deb bu gap masalan. Ro'mol dini kiyinmas deyapti, kecha ro'mol deganda aynan ro'mol degan gap yo'q-ku deyapti. Aslida qarangki, shunda ham bu nokasga raddiya bor. Ro'mol degan gap Qur'onda bor aslida. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna degan. Mana bu joyda yana o'sha holat, ya'ni o'zining nafsini qo'llab-quvvatlashlik uchun oyatga tuhmat qilyapti. Aslida ro'mol degan narsa Qur'onda bor deyapti. Qur'ondagi xumur kalimasi ro'mol emas u. Falyadribna bi khumurihinna ala juyubihin ro'mol emas u. Bosh kiyimi u. Ya'ni boshni o'rab turadigan mato. Va u boshni o'rashlik bilan kifoya qilmaydi u. Ya'ni ko'kraklariga ham tashab osillar degan ma'nosi bor. Xumur kalimasi arab tilida o'rab oluvchi degani. Shuning uchun arablarda mast qiluvchi ichimliklarni ham xamir deyiladi. Innamal xamru val maysiru val ansabu val azlamu rijsun min amali shayton oyatidagi xamr kalimasi aqlni o'rab olganligi uchun xamir deyilgan. Ro'mol emas u. O'rab oluvchi degani. Ro'mol bu matoh bu, material bu. Endi bu Qur'oni Karimdagi xumur kalimasini ro'mol deb xoslayapti. Ro'mol emas u, material u. Boshni o'rab turuvchi. Ma yug'atta bihi ras deydi ta'rifida. Tafsirda ham shu kelgan. Boshni o'rab turuvchi. Faqat boshni o'zini emas. Uni ozgina yoysa, ko'kragini ham to'sadi. Shuni xumur deydi. Endi buni qo'rqmasdan Qur'onda ro'mol kelgan deyapti. Atrofidagilar hammasi manqurtu. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni sehrgar desa, barakalloh deb qarsak chalib bizni domlamiz zo'rda Rasulullohni sehrgar deb tashadi deb yurgan odamlar atrofidagilar. Bu sadaqa joriyasi ham shu, atrofidagi u jummi pummilari ham shu, bir xil odamlar bular. Endi xumur kalimasini ro'mol mana Qur'onda kelgan desa eshitib turaveradi. Ana Abdulloh Zufarimiz zo'rda xumurni ro'mol ekanligini isbotlab berdi deb turaveradi. Bechoralarning ahvoli. Ro'molini ko'ksiga yopsin degan. Aynan ro'mol degan kalima Qur'onda kelgan. Har qanday narsa yopsa bo'ldi-ku deyapti. Qani qayerda kelgan ro'mol degan narsa? Xumur kalimasi kelgan. Xumur ro'mol emas. Biz ro'mol deyishimizdan mumkin. Xumur ro'molga ham ishlatilishi mumkin, lekin aynan ro'mol emas. Xumur o'rab turuvchi degani. O'rab oluvchi degani. Xamir, xumur bir xil narsadan olingan. Lug'ati bir xil. O'rab turuvchi narsa. Asli ro'mol emas uni, asli o'rovchi. Undan ikkinchi ma'no qasd qilinsa, boshni o'rab turadigan materialga aytiladi. Xo'p, hasla mayli shunda ham deylik, lekin sen ro'mol dini kiyim emas deganingdan odamlar nimani tushunadi? Xususan o'sha seni bu gapingga ana deb turgan tog'utlar nimani tushunadi? Tuyaga aytishgan ekanda, bo'yning nimaga qiyshiq desa, o'zi qayerim to'g'ri degan. Tuyani bo'yni qiyshiq ligini gapirsa, qayerim to'g'ri o'zi. Hamma joyi qiyshiqda. Bu Abdulloh Zufarlar ham shu, tuya. Bir kishi bir odamlarga tarixdan misol aytayapti ekan. Musa alayhissalatu vassalom Allohga duo qildi. Ey Alloh, menga bir qiz farzand bersang, seni yo'lingga qurbonlik qilaman debdi. Alloh taolo Musa alayhissalatu vassalomga qiz farzand beribdi. Vaqti kelganda qiz farzandni yotqizib endi so'yaman desa, Azroil alayhissalatu vassalom bir echkini olib kelib, u qizni o'rniga mana buni so'ying debdi.
Bu gapni gapirib tursa, eshitib turgan odamlar ichida bittasi turib aytibdiki, Abdulloh Zufar, bu gapingni qaysi joyini to'g'rilashim kerak? Muso emas, Ibrohim alayhissalatu vassalom. Qiz emas, o'g'il, Oysha emas, Ismoil, qurbonlikka olib kelgan narsa echki emas, qo'y, kelgan farishta Azroil emas, Jabroil degan ekanda. Hamma tomoni dabdala. Ya'ni al-bina alal fasid, fasid degan qoida bor. Fosid narsani ustiga binoni qo'ysangiz, osmon qadar ko'tarsangiz ham qiyshiq bo'ladi. Chunki fundament qiyshiq. Fundamentni qiyshiq qurib olganingizdan keyin bu yog'i ketaveradi qiyshiq bo'lib. Men aytayotgan gapni aynan kimga aytayotganligimni ochiq, oydin aytayapman men. Ochiq, oydin. Ro'molni odamlar qanday tushunishliklarini sizlar ta'minlayapsizlar. Sadaqa joriya, uni tahoratni bilmaydigan bemustahab Ahmad Firdavsiy dadasidan sadaqa joriya bo'lib qolgan bola. Bular ta'minlayapti. Meni gapimni 3 marta, 4 marta qayta kesib, montaj qilib odamlarga shunaqa tushunchani tarqatishyapti. O tushunchani tarqatayotgan sizlar aybdor bo'lmaysizda, men to'g'ri gapni gapirib, men aybdor bo'laman. Nima uchun bu misolni keltiryapman, birodarlar? O'shaning gapini eshitib yurganlar bu gaplar bilan ularning asl basharasini ko'rish uchun keltiryapman. Dalillar mutlaqo o'zining jig'ildoniga qaratilgan. Samimiy xolis emas. Xolis samimiy buni o'rganishlik uchun emas. La yaqulanna ahadukum abdi va amati hadisi mutlaqo boshqa ma'noda. Qur'oni Karimda ya'ni ibadikum va imaikum turibdi. Hadis bilan oyatning o'rtasini qanday jamlaymiz desa, o'ziga nisbat berishlik xato xolos. Boshqa paytda boshqaning quli, cho'risi desa joiz u. Buni bilmaydi. Abdulloh Zufarlar buni bilmaydi. Buni qidirib topib, meni gapimni noto'g'ri narsaga talqin qilganligi uchun dalil keltiryapti. Demak, buni dalili nimadan iborat? Manfaati nimadan iborat? O'zini jig'ildonini oqlash uchun, o'zining xiyonatini oqlash uchun kerak xolos bu dalillar. Xuddi Ali radhiyallohu anhuni qatl qilishlikka qilich ko'tarib kelgan Abdurrahmon ibn Muljamga ham oyat o'zini oqlash uchun kerak edi xolos. Orqasida bir xotinni mahri uchun Alini o'ldiraman degan va'dasi bor edi, uni berkitgan edi u. Lekin o'ldirayotganda oyat o'qib o'ldirdi. Bular ham bizni obro'yimizga, masalan, mana obro'yim, obro' talab, obro' himoyadagi odam emasman men. Bu menga bo'layotgan ish to'g'risidagi gap emas bu. Lekin bu ishni qilayotganlar, mana shu ishga qo'l urayotganlar insonni joniga qasd qilayotgan odamlar bular. Shu sadaqa joriya. Meni O'zbekiston prezidentini kofir degan qilib gaplarimni kesib montaj qilib tarqatdi. Qo'rqmayapti, Allohdan xijolat qilmayapti, bandadan uyalmayapti. Bularda o'sha iymoniy qo'rquv ham yo'q. O'zini sadaqa joriya deb nomlab olgan. Abdulloh Zufar o'zini zamonasining mushtahidi deb nomlab olgan. Har qanday oyat hadisni olib kelib, xohlasa Rasulullohni sehrgar deydi, xohlasa musulmonlarni yo'ldan adashgan tog'ut deyveradi. Mana dalillarning oqibatini ko'ryapsizlar. Hijobni tushunadi o'shalar, ya'ni hijob axir diniy kiyimmi? Yoki soqol diniy kiyim emas deyapti, diniy unsur emas deyapti. Hijob diniy kiyim emas, birodarlar. Yana qaytib aytaman. Men ro'molni diniy kiyim emas dedim-ku. Hijob ham diniy kiyim emas. Diniy kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Hijob musulmon insonning kiyinish normasi u. Alloh buyurgan farziyati. Falon joyini berkitib kiyinasan deyapti. U hijobning turi, ya'ni qaysi materialda kirish urfga tashalgan. Urfiy odat bu. Namanganning ayollari boshqacha, Andijonning ayollari boshqacha, Toshkentning ayollari boshqacha, Misrning ayollari boshqacha, Yamanning ayollari boshqacha, Saudiyaning ayollari boshqacha material o'raydi. Hijob diniy kiyim emas. Buni tushunadigan saviya yo'q Abdulloh Zufarda va mana shu turish bilan u maqsadi bizga dushmanlik.
bizni murtad, din xoyini, haqiqatni berkitgan deyishlik uchun shunaqangi oyatlardan foydalanib, hadislardan, ma'nolardan foydalanib urinyapti. Lekin mana aqli raso insonlarga bu ko'rinib turibdi. Soqol ayni shu narsaga hadisda amr keldi-ku axir. U boshqa joydagi tuklardagi narsa emas-ku. Diniy narsa bo'lmaydi, nima edi u ya'ni? Agar diniy narsa bo'lsa, unda Lenin ham dindor odam bo'lib qoladi. Soqol diniy narsa desak, bularning tor doirasi faqat bizga raddiya berishlikni o'ylaydi, xolos u. Abrorga raddiya berish uchun shu gaplarni o'ylab chiqishimiz kerak deydi, xolos. Lekin atrofda boshqa toifalar bor. Dinsizlar bor. Ular ham islomga mana shu jumlamizdan hujum qiladigan bo'lsa, javobimiz ilmiy bo'lish kerak. Soqol diniy unsur emas. Hadis sharifda kelishligi soqolni qanday qo'yishlik? Atrof chekada Yahudiy ham qo'yardi, Nasroniy ham qo'yardi, mushrik ham qo'yardi. O'shalardan farqli o'laroq mo'ylovni qisqartiring, soqolni uzaytiring degan ma'noda hadis keldi. Bu vojibga dalolat qilmaydi deydi Imom Shofiy va ixtilofi bor buni. Men ixtilofini gapirganman. Ba'zilar vojibga dalolat qiladi deydi. Endi birodarlar, bu hadisning aytilish mavqifiga e'tibor yo'q bularda. Xuddi men ro'mol va hijob va soqol to'g'risidagi gapni kimga aytganligimni e'tibori yo'q. Agar bu mezonni oladigan bo'lsak, "Ey Abdulloh Zufar, bratishka, xotining taloq bo'ldi seni. Seni mezoning bo'yicha. Chunki sen xotinimni taloq qildim deding." Desang degan kalimangni olib tashlaymiz. Chunki sen xuddi o'sha mezonda ishlatyapsan bizga ham. Men uni kimga aytganimni olib tashab, meni dinga, hijobga, ro'molga, soqolga qarshi odam tasvirlayapsan. Bu mezonga ko'ra sen xotining taloq bo'ldi. Ey, meni gapimni eshitib turgan Abdulloh Zufar xotini, yaqinlashtirma Zufarni o'zingga. Seni taloq qilib qo'ydi. O'zini mezoniga ko'ra shunaqa bo'ldi. Xuddi Mahmud Abdul Mo'min Dorul kufr, demokratiya kufr, kim demokratiyadan foydalansa kufr kofir bo'ladi degandek, ozgina o'tgandan keyin Ukrainaga borib, Ukrainada kofirlardan yordam so'radi. Demokratik qonunlar asosida suddan chiqib ketishlikka urindi. Bularning mezoniga ko'ra o'zlarini kofir deyapti bular. Shuning uchun birodarlar, mana shuning uchun ham biz birodarlar bugungi kundagi odamlarning din da'vatlari, aqida tushunchalarini farqiga borish uchun bularni farqini ajratib olishimiz kerak. Ya'ni u bunaqangi narsa bilan o'ynashib turib, buni iroda qilmadim deyish nokaslik to'g'ri kelmaydi-da. Hozir qisqasi mavzuga daxlimiz shundaki, men tushuntirmoqchi bo'layotgan. Masalan qarang, qulim, cho'rim degan narsa. Aslida ommadan olganda undan masalan 100 ga 90% desa ham bo'laveradi. Bitta odam quliga qarab qulim desa, uni yaratgan qulligini nazarda tutmaydi hali ham qarang. Lekin hatto shunda ham ishtibohli bo'lganligi uchun, ya'ni Allohning quli bilan bu hozir o'zining qulligida go'yoki mushtarak bo'lib qolyapti-ku bu. Allohning quliga qarab o'zimni qulim deyish. Aslida to'g'ri, hech kim unaqa maqsadda aytmaydi, Allohning quli emas, mening qulim degan maqsadda. Lekin baribir shubhali kalimami aytmay shuni deyilyapti, mana qarang. Ammo nokaslikni qarang nima? 99% u botil chiqib turibdi-da, 1% bunday haq bor ekan uning kalimasining tagida. O'sha uchun gapirganim shu. Jumlani qarang. O'sha uchun gapirganim shu. Bechorani qarang, yosh bola-da. Yosh bola, ya'ni qizishib ketyapti. Haligi ichiga sig'mayapti. Topib oldi-da bir narsani mendan. 99% xato ekan meni gapim. 1% haqqa o'xshagan narsa bor emish. Aslida 1% tushunmas tushunchasi bor. 99% tushunmagan men gapimni. Mutlaq boshqa narsaga aytilgan gap, mutlaq boshqa narsaga ma'nosini aytib yotibdi. Fundament qiyshiq, qiyshayib olib ketyapti u. Mercedesni minib olgan. Mercedesni minib olib, men deyapti, Samarqand ketyapman deb Namangan tarafga qarab ketyapti. Chotki ketyapmiz deyapti. Konditsionerlar yoniq, hamma narsa joyida, gazni bosib ketyapti. O'y, bu ketishda sen Samarqandga 5-6 yilda bora olmaysan sen. Manzil noto'g'ri. Mashinaning chiroyliligi, ya'ni
gazni zo'r bosib ketishliging u seni qutqarmaydi, noto'g'ri manzilga ketyapsan. Boshidan qaytadan eshitsin men gapimni. Bir narsani raddiyasini bermoqchi bo'lsang, Abdulloh Zufar, oldin xotiningni nikohlab olgin, ikkita guvohni olib kelib aytgan gapingga tavba qil, keyin bu narsalarga keyin kirish, boshidan eshit ya'ni. Agar boshidan eshitishim shart emas, ma'no shunga dalolat qiladi desang, unda xotining taloq bo'lganligi aniq. Chunki desang degan kalima men e'tibor olmayman uni. 99% unda sen taloq qilganing turibdi-ku mana deb turaman men ham. Biroz men o'xshatish uchun aytayapman, birodarlar, bu narsani eshitib turgan yoshlarimiz, ilmsiz odamlar, men yana qaytib aytaman. Abdulloh Zufarning gapini eshitib unga ergashayotganlar 100% ilmsiz odamlar. Ilm yo'q, shariatni bilmaydi. Havorijiylikning sifatlarida 50 ga yaqin sifat sanalgan, eng oldinda safda al-jahlu fi din, dinda jaholati bor bularni. Hadisni noto'g'ri aytayapti. U ishtibohgina emas u. O'ziga nisbat berishlikka aytmasin, ana u qulga ham ozor bo'ladi ma'nosi bor u joyda. Qulga ham ozor bo'ladi degan ma'nosi ham bor. Lekin Qur'oni Karim aytib turibdi. "Was-solihina min ibadikum va imaikum." Alloh aytib turishligi joiz, banda aytishligi nojoiz bo'lib qoladi unda. Unaqa emas. Demak, uni o'zini asosi bor. Bu bunga misol bo'lmaydi. O'sha 99% botildi. Endi chiqib turib 1% rad qilganmish u. Mayda qarangki, go'yoki 90%, 99% haq ma'no tushunib turildi o'zi. Qulim desa bitta odam quliga borib turib hojasi, aslida haqiqiy u shunchaki dunyoviy qullikni nazarda tutyapti u. Hani Allohning qulligini nazarda tutgani u aniq bu narsa. Lekin shuni ham nojoiz deyaptilar, hani hattoki. Demak, buning hadislar aytib dars o'tyapman degan gapini hammasida muammo bor. Mana hozir hadisni mutlaqo noto'g'ri tafsir qilyapti. Hadisni tafsir qilar ekan, o'zini jig'ildonini oqlash uchun qilayotgan jinoyatini mustahkamlash uchun bu hadisni menga qarshi ishlatyapti. Bu hadis mutlaqo bu aytayotgan ma'noda emas. Uni atrofida dars eshityapman deb vaqtinglarni, umringlarni zoya qilyapsizlar. Sizlarni aldayapti bu. O'zining shaxsiy jig'ildoni, shaxsiy manfaati uchun hadislardan foydalanyapti. Hadisning ma'nosi bu aytayotgan ma'noda emas. Abdim, qulim, cho'rim deyishligi fiqhiy ma'noda karohat to'g'ri. Lekin boshqaga nisbat bersa bo'laveradigan narsa u. Buni yana boshqa gaplari bor edi. Xo'p. O'sha qulim, cho'rim deyishlik ishtibohli ekan. To'g'rimi? Ishtibohli. Qulim, cho'rim deyishlik. Ro'mol diniy kiyim emas deyishlik ishtibohli ekan. 99% ishtibohli ekan, 1% haqiqati bor ekan. Buni aytish joiz emas. Men nokas ekanman shunga. Unda bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini sehr deb atadi. Sehr deganda ummat nimani tushunadi? Abdulloh Zufar va uni atrofidagi odamlar insof bilan fikringizni bir joyga jamlab, diningizni kimdan olayotganingizni e'tiborini ko'rib, bu gapga javob bering. Agar ro'mol diniy kiyim emas deganda xalq hijobni tushunadi, bu xato bo'lib ketadi degan gapi to'g'ri bo'lsa, unda Rasulullohning gaplari sehr deganda xalq nimani tushunadi? Bu nima deyapti? Sehr deyapti Rasulullohning gaplarini. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini sehr deganligini fosh qilib, bu jinoyat bu kufr gaplardan tavba qilgin desak, men Rasulullohni ko'zlari qizarib, tomirlari bo'rtib, da'vat qilardilar degan gapim sahih rivoyatda kelgan deb boshqa tomonga hamiliyonlik qilyapti, rangini o'zgartiryapti, atrofidagi odamlarning fikrini bunga chalg'ityapti. U hadis har doim shunaqa da'vat qilarmidilar? Imom Muslimda kelgan payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'shanaqangi qattiq ba'zi gapirgan gaplari har doimmidi? Yo'q. Buni oqlash uchun bu tushlarga sig'inyapti endi. Bir odam bunga yozgan emish.
bu haqni aytganligini u odam tushida ko'rgan emish, Rasulullohni ko'rgan emish, bu aytkisi yo'q, aytibdi keyin. Haliga tushidan hukm oladigan, o'ziga tasavvuf, sofiylik sifatini beradigan ahli botillar bo'lardi. Abdulloh Zufar tushdan o'ziga istishhod topdi. To'g'ri, bu hukm emas degan gaplari asli maqsadi emas. Maqsadi odamlarni tushda ham meni oqlayapti payg'ambar alayhisalom deyish. Buni ham bir eshitib qo'yaylik. Tomirlari qizarib chiqib, yuzlari qizarib, ko'zlari kattarib mana shunday da'vat qilyaptilar deydi. Tushimni ichida Abdulloh Zufar to'g'ri aytgan ekan dedim deydi. Uyg'onsam tushim ekan deydi. Shuni yozib olib iltimos qilibdi. Shu narsani internetga chiqaring. Menga o'xshab qancha shubhalanib yurgan odamlar bor deyapti. Bir odam tush ko'ribdi, tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ribdi va o'sha qizarib, ya'ni tomirlari ko'tarilib da'vat qilayotganlarini ko'ribdi. Men bu hadisni inkor qilmayman buni. Bu bor hadis, sahih hadis to'g'ri, lekin har doimiy hadis emas bu. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam emas bu. Ahyonan bor bu gaplar. Shunaqa vaziyatlar bor. Masalan, u hadis qayerda kelgan? Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu bir qabilada bir ayol o'g'irlik qiladi. O'g'irlik qilib qo'li kesishlikka hukm bo'ladi. Shunda u juda obro'li, e'tiborli ayol edi. Odamlar Usamaga kelib aytishgan. Usamaning laqabi Hib ibn Hib. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning eng yaxshi ko'rgan sahobalarining o'g'li va eng yaxshi ko'rgan sahobalaridan bu kishi. Usamaga o'rtakashlikka iltimos qilishadi. Sen kir, Rasululloh seni yaxshi ko'radilar, bir og'iz iltimos qilgin. Shu ayol, bu obro'li ayol. Bilmay qopti, o'g'irlik qilib qo'yibdi. Shuni qo'lini kesmaylik degan. Shunda Hazrati Usama kirganlar payg'ambar alayhissalomning oldilariga. Ya Allohning rasuli, bu ayol shunaqa ekan. Obro'li, e'tiborli ayol, qo'lini kesmaylik deganda payg'ambar alayhissalatu vassalom shunaqa g'azab qilganlar. Odamlarni to'plab, o'sha tomirlari bo'rtib, o'zlari qizarib, jahl bilan da'vat qilganlar. O'y deganlar. Sizlardan oldingi ummat obro'li odamlar o'g'irlik qilsa kechirishib, yo'l topishib, ojiz odamlar jinoyat qilsa unga hadni joriy qilishgan edi. Mana shu sababdan ularga balo keldi. Allohga qasamki, vallazi nafsi biyadihi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qizim Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Mana bu tariqada, mana bu vaziyatda bu gapni gapirdilar. Bu gaplarning sehrga nima aloqasi bor? Abdulloh Zufar ro'mol diniy kiyim emas degan gap odamlarga noto'g'ri tushuncha berib qo'yar ekan. Seni tushunchang bu ish. Aslida noto'g'ri tushuncha emas bu. Buni men kimga aytayotganimni hozir ham aytayapman, bundan keyin ham aytaman. Jonim, nafsim, jonim tanamda bor ekan, qaytmayman bu gapimdan. Hijob diniy kiyim emas, ro'mol diniy kiyim emas. Yana qaytib aytaman. Bu islomning kiyim borasida chegarasini belgilagan kiyim u. Xohlagan kiyim bilan inson satr avrat bilan yursa bo'ldi. Muruvvatga, odobga ko'ra erkaklar kindigi avrat emas, tizzasi avrat. Shutni bekitib yursa bo'ldi, bu chegarasi bu. Mana shu bizga avrat ekan deb shuni bekitib yurishligi muruvvatga kirmaydi. To'liq kiyinamiz biz. Qancha bo'l bo'lsa, qancha ya'ni ustimizda bekitib turadigan kiyim bo'lsa, shuncha go'zal ko'rinamiz. Diniy kiyim emas bu. Islomda diniy kiyim degan kategoriya yo'q. Yana qaytib aytaman. Endi shuni aytayapsan sen, Abdulloh Zufar. Yana qaytib aytib qo'yay, xotining taloq bo'ldi shu mezon bo'yicha. O'zing aytgan bo'yicha-da, ya'ni. Endi sen Rasulullohning gaplarini sehr deding. Rasulullohning gaplarini sehr degan gapingga tavba qilmay, boshqa jihatlarga odamlarning fikrini burishlikdan nima maqsading bor? Nimani ko'zlayapsan? Nimaga qochyapsan? Nimaga aldayapsan odamlarni? U hadis xossatan bir voqeaga aytilgan hadis. Sen xossatan voqeaga aytilgan hadisni misol qilib odamlarning fikrini chalg'ityapsan. Sen sehr degan gapingga javob ber. Xalq nima deb tushunadi? Rasulullohning gaplarini sehr deding.
Uni nima deb tushunamiz biz? Nima deb tushunishimiz kerak uni? Mezon bormi senda? Yo'q. Mana havorijlarda mezon bo'lmaydi. Ular aytayapmiz, o'zlarining nafslariga yoqqan mavzu uchun har doim dalilni o'zlariga burishadi. Bu burganlardan bittasi. Men aytdim, buni xoslab chiqarsa shundan ham fitna oladi ba'zida. O'zingni maqtayapsan, o'zingni oqlayapsan, tush bilan haq botil isbot bo'lmaydi deb. To'g'ri, tush bilan haq botil isbot bo'lmaydi. Biz buni hadisdan gapirganmiz. Tush shunga shunchaki bir xushxabar bo'lyapti, xolos. Biz buni hadisdan gapirganmiz degani Rasulullohning gaplari sehr degan gapni hadisdan gapirganmiz deb quvvatlayapti. Rasulullohning gaplari sehr emas, yana qaytib aytamiz. Kufr bu gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bunday shiddat bilan gapirishlari nodir hodisa u. Chunki Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomni shiddat bilan gapirishliklarini har doim qo'llab-quvvatlamaydi. Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Agar qalbi qattiq odam bo'lganingizda edi, atrofingizdagi odamlar ketib borardi hammasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muloyimlik masalasida ham zarbul masaladalar. Masjid-i Nabaviyga bir odam kirib, Arobiy hojati qistab peshov qildi. Masjidga, namoz o'qiydigan masjidga peshov qildi. Sahobalar turib urmoqchi bo'lganlarda payg'ambar alayhissalom tegmalaring dedilar. To'la bo'shamolsin dedilar. Hojatini qilib bo'lgandan keyin aytdilarki, bu joy masjid, Allohga ibodat qilinadigan joy. Bu joyda ibodat qilinadi, najosat qilinmaydi dedilar. Va suv olib kelib ustiga suv quyib yubordilar, tozalandi joy. U joyda unaqa, ya'ni tomirlari katta bo'lib, qizarib da'vat qilmadilar. Muloyimlik qildilar. Buni tushunyapsizlarmi? Xos bitta narsani olib kelib, xatosini tan olmaslik uchun ayni mana mavzuni ustida turibmiz biz. Oldini ham kesib tashlaganimiz yo'q, keyinini ham kesib tashlaganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini sehr deding, Abdulloh Zufar. Bunga javob ber. Bu gap qayerda bor? Innahu sihrun yu'thar. Qayerda bor? Bu gapni kim aytdi? Os ibn Voil aytdi. Mushriklarni eng zodagonlardan bittasi aytdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning gaplarini bu ta'sir qiluvchi sehr dedi. Os tarixda aytgan edi. Tarix mobaynida Abdulloh Zufar aytdi ikkinchi bo'lib. Rasulullohning gaplarini sehr deb. Bu gapga javob ber. U boshqa hadislarni qo'y. U boshqa hadislarga biz uni nimaga aytilgani, ma'nosi nima, uni biz bilan xohlagan joyda gaplash. Biz hadis inkor qilayotganimiz yo'q. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning gaplarini sehr deb va tomirlari bo'rtib qizarib da'vat qilardilar degan jumla kana ma'nosini beradi. Har doim shunaqa da'vat qilardilar degan ma'no beradi odamlarga. Bu noto'g'ri bu. Rasulullohni bunaqa xunuk tasvir qilmagin deganmiz. Bu gapimiz hozir ham aytamiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom yuzlari jannat bashorati berganda yorqin yuz bo'lardi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytardilarki, payg'ambar alayhissalatu vassalomni 14 kunlik oy chiqqan kechasi oyga tikilib Rasulullohga tikildim. Payg'ambar alayhissalatu vassalom oydan go'zal edilar degan. Rasulullohni bunaqa doimiy tomirlari bo'rtib qizarib turgan odam qilib ta'riflash Imom Muslimda kelgan rivoyatni quvvatlamaydi u. U rivoyatni xos voqeasi bor. U voqeaga tegishli u. Nima uchun bunday tafsilotga to'xtalyapmiz? Birodarlar, menimcha bo'ladi. Bunga kirib o'tirmaymiz. Men aqida faniga muqaddimada tajriba, praktika o'laroq bu mavzuni keltirdim. Uzog'i kerak emas. Boshqa narsalarni ham o'tirib astoydil ta'rif qilaman desak, chiqib yotibdi hamma narsa. Chiqib yotibdi. Birorta gapida ilmiy asosini, fundamentini to'la to'kis yoritmagan. Mo'jiza haqida gapiribdi, mutlaqo boshqa narsalarni gapirgan. Qoidalarni o'qib beryapti ekan. Yana shuni ta'rif qilib aytishyapti. Mana Abdulloh Zufar kitob o'qib beryapti. Siz nima o'qib berdingiz deb. Bunday kitob o'qib berishlikni boshiga balo kelsin.
Bu kitob o'qib berish emas, bu odamlarni boshini aylantirish bu. Bu jinoyat. Hazrati Umar bo'lsalar, bularni ketiga shapata soladilar, ya'ni xipchin bilan uradilar, qamaydilar bularni. Hazrati Umar qamardilar Abdulloh Zufarni, shu bugungi kundagi vaziyatini ko'rsalar. Chunki oyatlar, hadislar o'sha vazariyati zarwa bilan bir xil. Shu oyatni so'rab yurgan Subayg ibn Isl bilan bir xil. Demak, birodarlar, aqida fanimiz shuning uchun kerak. Ali al-Qoriyni Fiqhul Akbarga qilgan sharhlarini inshaalloh Robbil alamin ko'rib chiqamiz. Aqidadagi o'sha bo'linishlar, odamlar o'zlarining shaxsiy nafsoniyatlarini oqlash uchun oyatdan, hadisdan foydalanishlikda tarixda bo'lgan hodisalarga misol keltirdim men buni. Bir xil birodarlar. Xuddi shunaqa bo'lishgan. Hazrati Alini kofir degan odamlar xuddi Abdulloh Zufarga o'xshagan odamlar bo'lgan. Oyatni Hazrati Alini kofir deyishlik uchun ishlatishgan. Buni misol uchun keltirdim. Ha deb buni keltiraverishlikka bizni ham juda ishqibozligimiz yo'q. Televizorga hattoki aytsak, bular nima deyapti? Ojiz bu bo'ladi. Yosh bolani deyapti, da'vat qilib televizorga reklama qilyapsizlarmi? Ha? Reklama qilyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin, juda ko'p odamlarning ko'zi ochilyapti. Juda ko'p odamlar tashakkur aytyapti. Bular mana shu masalalarda yeb qo'yganlari uchun bizni ashror-mashrorda yuribdi. Bu o'sha reaksiyasi bularni. Agar haqiqiy ma'noda sof da'vatchi bo'lganda edi, balki bu gaplarni chiqarmasdi o'zi. Lekin tan olyapti bular. Zarbani jiddiy joydan yeyapti bular. Bu manfaati bor inshaalloh. Shuning uchun birodarlar, tavhid fanining yozilishiga sabab bo'lgan tarixdagi odamlar shular. Shunga o'xshagan odamlar. Shuni bildirish uchun bu gaplarga kirishdik. Birodarlar, bugun o'zi 1,5 soat bo'libdi. Safarim bor edi. Jizzaxga ketyapman. Ertalab inshaalloh Robbil alamin safar Jizzaxga bo'ladi. Balki nasib vaqtliroq kelsak darslarimizni davom ettiramiz. Matnlarni o'qib, Alloh nasib qilsa, kengroq sharhlash, ko'proq bu to'g'risida batafsilroq to'xtalish rejamiz bor. Lekin umumiy ma'noda fan masalasida shakllanishligiga sabab bo'lgan misollardan bularni keltiryapmiz. Keyin murjialar, jahmiylar, jabriylar, mu'tazilalar, turli xil toifalar o'sha aqida matnlarining yozilishligi zaruratini yuzaga chiqarishgan va bular yozilgan. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Shu joyda to'xtatamiz inshaalloh Robbil alamin. Kelasi suhbatimiz balki yana kirish to'g'risida biroz aytarmiz, lekin Alloh nasib qilsa matnlardan o'qishni ham boshlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.